Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Oxirgi sonimizda harbiy qurollar haqida qilgan ko'rsatuvimiz ko'plab tomoshabinlarga manzur keldi va biz bu galgi sonimizda ham tomoshabinlarning taklifiga binoan bu mavzuni davom ettiramiz. Hozirgi mavzumiz tanlanishidan asosiy sabab shu o'tgan gali kursda juda ko'p kommentariyalar bo'lgandi ustozlar, juda qiziqish texnikalarga. O'shanda bu kursda ruxsat bersanglar, ya'ni tanklarning tarixi, zamonaviy tanklar, ya'ni o'sha hozirgi Germaniyaniki yoki Amerikaniki yoki Koreyaniki, Turkiy davlatlari tanklarini ko'rsataylik. Protivotanklar, ya'ni Javelin analogi yo'q bo'lgan qurollar to'g'risida suhbat olib boraylik. Ochiq oydin yoritib beraylik, ya'ni qiziqtirgan muxlislarni. Hech qayerda ko'rmagan informatsiyalarni berib borasizlar, xudo xolasa. Buni ko'rsatuvdan keyin odamlar tankni urushdagi rolini asosiysi bilib olishadi. Shu bo'yicha siz ustoz birinchi tarixini gapirib bersiz. Haqiqiy qatdan kelgan, nimaga tanklar urushga kirgan va tank so'zining ma'nosi nimaga ular rivojlanib ketdi? Ya'ni o'sha gap borku, tank решает degan. O'sha so'zning ma'nosini aytsangiz. Assalomu alaykum barchaga. Tanklar tarixi bilasizlar, qadim zamondan insoniyat o'sha bir-biri bilan urushib kelgan. Endi turli xil bu yerda manfaatlar to'qnashuv albatta. Va ko'pincha mana o'sha Gollivud filmlarini ko'ramizmi yoki Sovet filmlaridan farqi yo'q. Urushlarda doimo mana bu qo'shinlar bir-biri bilan to'qnashadi, bir-birini o'ldirish, bir-birini qirish. Aslida bu badiylikda. Aslida qadim zamondan o'sha harb sarkardalar, ya'ni ikkala tomon nima deydi, tirik kuchlar, ya'ni askarlarini kamroq talafot berishini istagan. Bu biz ko'pincha kinoga qarab fikrlamasligimiz kerak. Ya'ni azaldan sarkardalar o'zini o'sha живой sila deydi-ku, ya'ni kuchlari askarlarini kamroq talafot berishi va g'alabaga tezroq erishish yo'llarini izlagan va ko'pincha uzoqdan otishni, ya'ni dushman kuchlarini uzoqdan otib yo'q qilishni mo'ljallaganlar. Mana shu asnoda askarlarning xavfsizligi doimo birinchi o'rinda turgan. Ya'ni askarlarni xavfsiz masofada ushlash va ularni xavfsiz nimada olib borish va dushman kuchlarini tormor qilishni mo'ljallaganlar. Qadimgi Xitoy tarixiga e'tibor bersak, mana shu Xitoyda askarlarni o'sha nimada qalqonlar bilan, temir qalqonlar bilan yopib, dushman saflariga yaqinlashtirib, ya'ni talofatsiz borib ularni tormor qilishni mo'ljallaganlar. Rim imperiyasida ham bo'lgan bu narsa. Lekin artilleriya o'sha chiqqandan keyin, artilleriya rivojlangandan keyin bu ishlarning ko'pincha samarasizligi ko'rinib qoldi. Foydasi bo'lmay qoldi. Artilleriya otadi. Boyagi askarlar o'sha temir bilan himoyalanadimi, taxta bilan himoyalanadi, ular parchalanib keta boshlaydi. Va bu yerda tabiiyki keyinchalik texnikani o'sha takomillashishi natijasida zirhli to'p, ya'ni zambaraklarni zirh bilan o'ralgan va g'ildirak bilan dushman pozitsiyalariga yaqinlashish nimasi kelib chiqdi. Endi birinchi tanklarni o'sha ixtirochisi kim bo'lgan degan savolga ko'pincha Yevropa tarixchilari ham, boshqa ko'plab tarixchilar Leonardo da Vinchini aytishadi. Leonardo da Vinchini rostdan ham shunaqangi nimalar loyihasi bo'lgan, ya'ni o'sha g'ildirakni, boyagi zambarakni temir bilan o'rab, o'sha temir g'ildirak bilan dushman pozitsiyalariga yaqinlashtirib otish loyihasi bo'lgan. Lekin bu loyihalargacha qolib ketgan. Lekin shunday bo'lsa-da, Leonardo da Vinchini o'sha tankni otasi deb hisoblashadi ko'pchilik. Anuvchi, ya'ni endi ko'rgani forslarning jangida, ya'ni xuddi rakatkaga o'xshab turib uzoq otish tank hisoblanadi-ku? Yo'q, endi bu o'sha qadimgi bir o'sha primitiv ko'rinishlarida, endi o'sha tankni ajdodlari desak bo'ladi, lekin haqiqiy real tanklar emasda bular. Haqiqiy real tanklar o'sha Birinchi jahon urushi arafasida. Masalan, tankchilikni otasi deb Avstriya-Vengriya imperiyasining fuqarosi Günter Bürsten aytiladi. Günter Bürsten tank loyihasini bu azal o'sha nimada o'ylab yurganda-da. Shu tankni o'sha proyekti bu odamda bor edi. Bu proyekt unga qanday kelib qolgan? Bu dengizga sayohatga nima deydi? Dengiz flotida ham bir muddat o'sha xizmat vazifasi bilan dengizda kreyser nima deydi? Zirhli kema bor-ku. Zirhli kemada bu sayohatga chiqadi. Va unga mana shunday bir nima keldi, fantaziyasiga keldi. Demak,
mana shu zirhli nimani texnikani quruqlikda ham ishlab chiqarish kerak degan bir g'oya keldi. Va u bu g'oya ustida ishlaydi, bu takliflarni masalan Avstriya Vengriya imperiyasiga, o'sha hukumatiga ham bu g'oyani ko'rsatadi. Ular bu g'oyani absurd deb hisoblaydi. Shuhrat aka bilasiz, doimo daholarni boshida absurd deb, ya'ni xayolparast deb o'ylashadi, ya'ni ustidan kulishadi, masxara qilishadi odamlar shunday-ku. Lekin aslida g'oya daholarda bo'ladi g'oya. Mana shu Günter Bürster o'zi Lyubovlik odam, bu yahudiy bo'lgan. Eng qizig'i Adolf Hitler bunga haqiqiy ateist deb yahudiy bo'lsa ham mana shu odamga Adolf Hitler haqiqiy oriy deb unvon bergan. Ya'ni teginmagan, hatto buni mukofotlagan temir xoch bilan o'sha natsistlar Germaniyasi. Chunki bu haqiqatan tanklarni o'sha birinchi loyihalarini ishlab chiqqan odam. Germaniya imperiyasiga ham o'sha berdi bu loyihani, ammo Germaniya ham buni dastlab o'sha jiddiy qabul qilmadi. Va tanklarni jiddiy qabul qilishni baribir o'sha taraqqiy qilgan mamlakatlar jiddiy qabul qilar ekanda texnologiyalarni. Fransiya va Angliya nima qildi? Dastlab bu loyihalarni. Ya'ni va bu jahon urushida mana shu loyihani zudlik bilan ishga tushirilishi kerakligi dolzarb nima bo'lib qoldi va buni o'sha dastlab fransuzlar, keyin inglizlar takomillashtirdilar va ko'plab ishlab chiqardilar. Urush yillarida, Birinchi jahon urushida Mark 1 degan tank ishlab chiqariladi Angliyada. O'zi tank so'zi ham inglizchada suv solingan temir idishlar bo'ladi, bak deydimi, sisterna. Mana shu temir sisterna tank deb ataladi. Endi dushmanga sirlarni yashirish maqsadida uni nomini oshkor qilmaslik kerak edi. Shuning uchun temir sisterna deb beriladi va mana shu tank so'zi keyin nimaga kiradi? Bu atama o'sha jahon tarixiga, qurollanish tarixiga kirib keldi. Dastlab 1916-yili 15-sentyabr kuni o'sha mashhur Sommadagi jangda, o'sha jahon urushidagi eng katta janglardan birida bu tanklar ishga solindi. Lekin asli birinchi tanklarning haqiqiy jangi bu 1917-yilning noyabridagi Cambrai yonidagi jangda mana shu tanklar 370 ta tank jangga kiradi. 370 ta tank jangga kiradi. To'g'ri, dastlab tanklar bunaqangi bir effekt bermagan bo'lishi mumkin samara. Lekin buni nimasi istiqboli ko'rindi. Mana shu jahon urushida mana Remarkni asarida ham bilasizlar, o'sha tanklarni o'sha qanday kirib kelishi, kinosini ham ko'rgansizlar, juda ham o'sha dahshat soladi askarlarga. Urush yillarida, Birinchi jahon urushida men statistikaga qaradim va hayron qoldim. Inglizlar 2560 ta tank ishlab chiqargan ekan. Mana shu 2560 ta. Fransiya 433 ta. Germaniya bor yo'g'i 30 ta. Rossiyada hali bitta ham tank bo'lmagan. O Sovetlar, SSR keyin 30-yillarga kelib ishlab chiqaradi. Shuhrat aka meni hayratga solgani, bu Amerika Qo'shma Shtatlari buni o'zlashtirib olgan va 1919-yilga kelib AQSh 23400 ta tank ishlab chiqargan ekan. Qarang, baribir taraqqiy qilgan mamlakat va kuchli mamlakat o'zlashtiradi va ko'proq ishlab chiqaradi ekan. Endi qisqacha tarixi shu, yana qo'shimcha qilib ketaman. Menda qo'shimcha savol bor. Ixtiyorda gapiga qo'shimcha shu tank bu haqiqatan ham katta idish, suyuqlik turadigan idish deb tarjima qilinadi. Endi buni konspirologiya, ya'ni shu temir yo'llarda tashilgan birinchi dastlab chiqqan tanklar, ular juda ham sekund yurgan, soatiga 6 kilometr va mana shu William Tritonning birinchi shu Mark 1 tanki u juda katta romboobrazniy ikkita nimadan iborat bo'lgan. Gushinsa deydi, endi uni o'zbekcha tarjima qila olmadim. Va ikkita tomonida demak 76 millimetrlik ikkita pushkasi bo'lgan. Hali ixtiyor o'sha nimada klassifikatsiyada inglizlar chiqargan tanklarda sames va samka, ayol va erkak degan tanklar bo'lgan. Erkaklarda ikkita yon tomonga 76 mm pushkalar qo'yilgan, ayol tanklarida esa haligi samka degan tanklarda pulemyot qo'yilgan ikkita tomon. Keyin uni keyingi mana bu Mark 1dan keyin Mark 2, Mark 3, Mark 4
Mark 5, Mark 6 degan haligi modernizatsiya qilingan tanklar chiqarilganda keyingi nimalarda ham pulemyot ham to'p birgalikda keladi. Bitta nimada, bashniyada ham tagida pulemyot ham bor, ham tepada to'p ham bor va haqiqatan shu ma'nosi Mariya Remarkni hozir esga oldingiz. Bu yerda shu romanni o'qiganlar yoki kinosini ko'rganlar biladi. Dastlab shu front chizig'ida uning kelayotganini ko'rgan nemis soldatlari qanchalik dahshatga tushganligi va frontga yaqinlashgan payti, okoplarga yaqinlashgan payti butun boshli batalyon traqaylab qochib ketgan. Naqd 7-8 kilometrga. O'z davri uchun qudratli qurol hisoblangan. U bilan bir necha oy mobaynida nemislar qanday shunga qarshi kurashni bilmagan. Nima qilib kurashamiz bunga deb. To'g'ri, o'z uchun kamchiliklar bo'lgan. U traktor bazasida bo'lganligi uchun, mana shu Mark 1 tanki bu traktor bazasida edi. Va soatiga 6 kilometr. Endi bu odam piyoda yursa ham hozir 5-6 kilometr soatiga yuradi. Talablari bo'lgan. Bu tep-tekis yer bo'lishi kerak. Chunki tank shunchalik motori nimaki, karburatorli motor, ishga yonuvchi dvigateli korpusga qaraganda kuchi yetmaydi. Bu salday do'mpachakka ham chiqolmay, o'rmalab chiqolmay qotib qolavergan yoki sal bir ariqqanda yiqilsa ham ko'tarilmay qolgan. Keyin motorni rivojlantirish muammolari paydo bo'lgan va birinchi talablar mana shu Mark tipidagi shu Williamning tanklariga birinchi talablar shunday bo'lganki, biz buni yomg'ir yog'magan kunlari, grunt, ya'ni yer qattiq bo'lgan joylarda qo'llanishimiz kerak. Dastlab shu haligi harbiy injenerlar tank tashlanishi kerak bo'lgan o'sha harbiy teatrga borib, tuproqning qattiqligini, cho'kib ketmaydimi, hammasini shu tekshirib, keyin shunaqangi hujumga ruxsat bergan ekan. Kinoda ham ko'radigan bo'lsak, askar yugurib yetaveradi tankka. U chunki piyoda yurgan odam bilan teppa-teng. Ichida katta muammolar bor. Dvigatel turibdi, shiyoni dvigateli, lekin uning haligisi motori ichida turganligi uchun tutunning ichiga urib yotibdi. Bu yerda ko'p uzoqroq vaqt mobaynida haligi agar askarlar tankni shu nimalari boshqaruvchilari qolib ketadigan bo'lsa, tutundan zaharlanishlar bo'lgan, katta muammolar bo'lgan. Keyinchalik uni tutunni chiqarish nimalari takomillashtirildi. Rahmat so'z, o'sha tanklar, dastlabki tanklarga qanaqa to'plar o'rnatilgan, qanaqa millimetrli to'plar va bularning evolyutsiyasi qanday kechgan? Endi o'zi mana shu William Tritronga shu haligi ingliz tankining avtori ingliz harbiy ministrligi chaqirib 2015-yili nima qo'yadi oldiga, vazifa qo'yadi. Bu vazifaga ko'ra quruqlik kemasi yaratilishi kerak, to'plari bo'lishi kerak, pulemyotlari bo'lishi kerak degan nima qo'yiladi, g'oya qo'yiladi. Va quruqlik kemasi, demak, xuddi mana kemalar bor-ku, esminslar bor, kreyserlar bor, minnalik tarashlar bor, ularda o'nlab to'plar joylashgan, qudratli qurol. Shuning quruqlik variantini ham qilishimiz kerak deb aytgan payti William mana shu traktor bazasini tanlaydi. Dastlabki chiqqan traktorlar, shu traktor bazasiga, shu traktorning kallasiga agar biz pushka o'rnatadigan bo'lsak, zambarak o'rnatadigan bo'lsak, siz aytgan shu nimaga to'g'ri keladi, talablarga to'g'ri keladi deydi. Zambaraklar shu birinchi jahon urushida, shu birinchi Mark klassidagi nimalarda 76 mm zambaraklar bo'lgan. Endi bu yerda gap zambarakda emas, gap ular otayotgan snaryadlarning qanaqaligida. Endi snaryadlar o'zi klassifikatsiyalari bor. To'plarning snaryadlari, ular mana fugasniy bo'lishi mumkin, yoki fugasni осколочный bo'lishi mumkin, yoki broneboyniy bo'lishi mumkin, yoki podkaliberniy, u ham broneboyniy deyiladi. Yoki kumulyativ snaryadlar bo'lishi mumkin. Endi buni tomoshabinlarga bir ozgina chuqurroq tushuntirmasak, tushunish qiyin bo'lishi mumkin-da. Tanklar paydo bo'lmagancha
mana bu broneboyniy snaryadlarning o'zi ham yo'q. Broneboyniy snaryad bu snaryadning shu haligi yorib kiradigan joyida po'lat nachinkaning bo'lishi. Mana shu po'lat bu chugunga qaraganda nimasi mustahkam, zichligi, nisbiy zichlik degan nima fizikada bir qonuniyat bor. Shu qaysiki materialning zichligi baland bo'lsa, u mustahkam bo'ladi, qattiq bo'ladi. Endi chugun, tank bu chugundan quyilgan, temir chugundan quyilgan. Shu chugunni ichiga yorib, ichiga kirib, ichidagi shu tank haydovchilar, pulemyotchi, to'pchilarni o'ldirish uchun po'latdan foydalanadi. Shu snaryadlarni broneboyniy yoki podkaliberniy deb aytiladi. Podkaliberniy shu biz aytgan broneboynining haligi uchlari uchqurroq qilib, stvolning diametriga qaraganda snaryadning diametri sal kichikroq bo'lishi. Yaxshi otilib, shu nima ishqalanish kamroq bo'lsa, yaxshiroq otiladi. Podkaliberniy degani shunaqangi. Endi u agarda po'lat snaryadning o'zi uchib borsa, begzor, u tankning ichiga yorib ham kirdi deylik. Lekin u oddiy bolvanka bo'ladi. Uni ichida portlovchi, demak, yana ikkinchi seriyasi ham bo'lishi kerak. Boshqacha aytganda, uning oldi tomoni po'lat, uchqur tomoni po'lat, orqasida fugasi ham bo'lishi kerak. Fugas. Endi fugasniy snaryad bu portlovchi. Fugas degan o'zi portlash degan ma'noni beradi-da. Endi fugasning o'zi portlasa, uni to'g'ri effekti bor, u yondiruvchi effektga ega, u olov bo'lib bir portlaydi. U olovda masalan birov soch kuyib qolishi mumkin, birovni qosh kuyib qolishi mumkin, lekin u ham o'ldiruvchi effekt yo'q uning. Demak, fugasning ichiga askolkalar ham, shrapnelmi, askolkami, mana qangi qo'rg'oshindan yoki metaldan quyilgan dumaloq shunaqa askolkalar ham solinishi kerak ekanda. Demak, mana shu tanklarga qarshi qurollarda broneboyniy va tandemni deydi. Orqasida fugas va askolkasi ham bo'lishi kerak. Chunki u birinchi etap bo'yicha u demak tankning bronyasini yorib kiradi, ichkariga kirgandan keyin fugas portlaydi va ichidagi askolkalar bilan ichidagi ekipajni o'ldirish kerak. Ana shu yangi snaryadning yangi turlari paydo bo'ldi, tanklar paydo bo'lgandan keyin. Chunki birinchi chiqqan tanklarning o'zi nimasi himoyalari ham unaqa kuchli bo'lmagan. U faqat o'qotar qurollarga qarshi, pulemyot va miltiqqa qarshi. Lekin nemislar tez orada qanday qilib bu tanklarni yo'q qilishni tez orada o'ylab topishdi. Nemislar injener xalq-ku. Mana shu broneboyniy snaryadlarni avtorlari nemislar bo'ldi. Aynan mana shu mark nimalarga, inglizlarning mark tanklariga qarshi ular broneboyniy snaryadlar qo'llab boshladi va o'shaligi orqasida fugasi bor nimalar bilan va tez orada bu tanklarni, demak, mana shu snaryadlar bilan urush imkoniyati paydo bo'ldi. Endi ikkinchi tomondan musobaqa boshlandi. Injenerlar o'rtasidagi musobaqa. Shunaqa ekan, demak biz zirhni nima qilishimiz kerak? O'sha chugunni zirhni qanlashtirishimiz kerak. Masalan, mana shu birinchi nima tanklarda hozirgi aytgan Mark 1, Mark 2, Mark 3 tanklarida zirh 2 santimetrlik zirh bo'ladigan bo'lsa, uzr 2 santimetr, 10 millimetrlik nimalar bo'ladigan bo'lsa, faqat shu miltiqlarga qarshi. Keyin bu snaryadlarga qarshi uni qalinligini nima qilindi? 4 santimetrlik, masalan 5 santimetrlik chugunning oldi tomoni. Unga qarshi endi snaryadlar ham mukammallashtirildi. Biz aytgan birinchi broneboynidan keyin podkaliberni chiqdi, chuqurroq haligi kiradigan va bu yerda bitta juda katta muammo bor, ixtiyor. Mana shu T-34 tanki, haligi legenda, afsona tank. Nima uchun shu tank bu shunday afsonaga aylandi? Masalan, shu Ikkinchi jahon urushida nemislarda ham tanklar bor edi. Masalan, mana shu Pantera tanklari, T3 tanklari, undan keyin Tigrlar chiqdi.
mana shu kinolarda ham ko'radigan bo'lsak, tigrlarni oldi tomoni vertikal. Vertikal. Nemislar bu yerda shu nimani o'zini kuchaytirishga, oldidan keladigan snaryadni ushlab qolish uchun, broneboyniy snaryad kelyapti, ushlab qolish uchun u masofani, to'siqning masofasini, boshqacha aytganda, tugunning masofasini 8 santimetrgacha, oxiri 12 santimetrgacha og'ir boradi. Ha, u tankni og'ir qilib yuboradi. Keyin tezlikka ham ta'sir qiladi. ha, keyin eng oxirgi modellarida tugun emas, alohida po'latdan nima qo'yadigan bo'ldi. Himoya vositasi qo'yadigan bo'ldi. Ruslar esa, SSR esa sal boshqa tomondan ketdi. Ular o'sha T-34 da mana bu himoyani oldidan keladigan shu broneboyniy snaryadlarning himoyasini 45 darajada qilib qo'ydi. Ya'ni T-34 ni ko'radigan bo'lsak, mana Operatorimiz aytamiz, rasmini chiqaradi. Ha, rasmni chiqaradi. Oldi mana shu 45 lik darajasi borda. Nima uchun mana? Agarda mana 5 santimetrni mana shu 45 santimetr qilib nishab qiladigan bo'lsak, ha? Mana bu 5 santimetr mana bunday bo'lgan payti masofasi 8 santimetr bo'lib qolar ekan. Yana qo'shimcha 3-4 santimetr qo'shilib ketadi. Nishabning nimasiga qarab, og'ishiga qarab. Natijada haligi materiallarni ko'p sarflanmasdan, bor yo'g'i mana shu bu injener Koshkin T-34 ni nimasi shu taklif qilgan, mana shu nishab qilib turin, broneboyniy snaryadlarni nima qilishga, ko'proq ushlab qolishga. Endi o'zini ham uni yana bir katta nimasi bor, yutug'i bor. Faqatgina ushlab qolish emas. Mana shunday 45 gradus darajada bo'ladigan bo'lsa, aynan biz aytgan hozirgi broneboyniy va podkalibrli snaryadlar kelib sakrab ketadi. Urilib ketadi, ha. Ya'ni u ichkariga kira olmaydi. U mana bunday turgan payti uradi. O'ziga kelib uriladi. Ha, o'ziga kelib uriladi, ichkariga kirib ketishi mumkin. Mana bunday payti u отскок deydi. Chekkaga chiqib ketishi mumkin ekanda. Mana shu butun tank qurilishida, butun mana shu to oxirgi mana shu 21-asr tanklarida ham har doim mana shu ikkita muammo bo'lgan. Birinchi muammo bu snaryadning kuch-qudrati, uning haligi yangi va yangi turlari, bronya kuchli bo'lib ketgan payti va mana bu og'ishlar zo'r qilib nima qilganda, hatto mana bu top qismini ham shunaqangi qilib qo'ygan. Hozirgi zamonaviy tanklarda mana bunaqangi uchburchak, ya'ni sakrab ketishi uchun. Keyin mana shu 80-yillarda eng kuchli po'latlar ham urib kira olmaydigan bo'ldi. Shu отскок deydi, shu sakrab ketaverdi va keyin shu eng haligi tankka qarshi kurash bo'yicha eng katta yutuqlardan biri uning shu snaryadning ichida yangi metal qo'llandi, объединенный uran deydi. Kambag'allashtirilgan, sal kambag'allashtirilgan deyish bilmadik-ku, endi ruschasiga shunaqa deb nomlanadi. Shu nachinkasi bo'lgan va shu nachinkali snaryadlar har qanday zirhni urib kira oladi. Bu butun mana shu 100 yildan ortiq tank qurilishi va bu tanklarni qanday qilib portlatib yuborishda musobaqa ketdi-da. Bir tomondan tanklarning zirhlari, materiallar, himoyasi kompozit materiallar, keyin yana dinamik himoyalar degan himoyalar bor va ikkinchi tomondan mana shu himoyani yorib kiradigan texnika texnologiyalar, eng avvalo snaryadlarni rivojlantirish. Buni tarixi shunday o'zi. Beshtakasida qo'shimcha bor, T-34 haqida. Ha. Tomlar zo'r aytdingiz. Bu ikkinchi og'ir nafaqat mana bu davlat qurilishi, injenerlarni urushi ketdi. Ha, injenerlar urushi. Ma'lumot shunaqa ko'pki, T-34 to'g'risida haqiqiy legenda. Endi muxlislar aytadigan nimaga Sovet tergan, lekin o'sha zamonasi uchun T-34 hozirgi xuddi iPhone yoki Tesla'dek ko'ringan injenerlar. Nemis askarlari hammasi uni texnologik yutuqlaridan hayrat solgan. Asosiy yutuqlari nimada ekanki, boya aytib o'tganingizdek, diagonal joylashtirishgan. Oldin nemis injenerlar kallasi kelmagan, Sovet ixtirochilarining konstruktorlarning yutug'i diagonal joylashtirib, kelayotgan udarni irg'itib yuborgan. Keyin yo'nalishni o'zgartgan. Bu zashdan juda ham kuchaytirgan. Keyin yana bitta yutug'i u
birinchi bo'lib dizelda ishlashni boshlagan tanklardan hisoblagan. Hmm. Dizel nima ustunligi borki, ya'ni oldin benzin tanklarga kelib urilgan snaryadlar portlab ketgan. Benzin portlovchi xususiyati juda kuchli dizelga qaraganda. Dizel ya'ni o'sha portlamaydi. Agar unga kelib bakiga kelib o'q urilsa ham faqatgina sizib chiqib ketgan, portlamagan. Bu degani o'sha ichida o'tirgan ekipajni xavfsizligi juda yuqori nuqtaga yetkazgan. Yana keyingi yutug'i texnologik yutug'i uni. Gusinitsasini kengligi kattaroq bo'lgan. Hozir masalan undan oldingi nemislarning yoki anglar tanklari gusinitsasi ingichkaroq bo'lgan, qishda yurishi qiynalgan ular, botib qolgan, botqoq. O'shaning uchun ham ustoz ko'p aytadilar, sovetlarni urushlarda, ya'ni o'rislarni aslan qish qutqargan, iqlim qutqargan. Bu yerda ham xuddi shu foydalanishgan ular. Ya'ni o'sha gusinni kengaytirib qishda ularga teng keladigani bo'lmagan sovet askarlari. Shu jihatdan o'zbeklar ham qatnashgan. O'zbek tankistlari ham juda ko'p. T-34 haqiqiy legenda bo'lishiga sabab shu. Yengilmas qishda. Ya'ni birinchidan dvigateli juda ham kuchli, 500 ot kuchiga ega 2 silindrli dizelda ishlagan birinchi texnologik yutuqqa erishgan. Qishda sovuqda yaxlamaydi, benzinni start olish qiyin qishda. Qizdirish kerak uni, ya'ni bakini borib ikkita anaqasini qizdirishgan ekan benzinga tanklar. Bu dizel tagidan o't yoqib qo'ygan. Tagi o'g'ri. Bu ketaveradi. Shu aytganingizdek broneboyniyasi juda kuchli bo'lgan. Endi muxlis tavsiya qilib qolaman, yaxshilagan T-34 degan kino bor. Bir ko'rishsa, haqiqiy u boshqa nemis 4ta 5ta tanklarga qarshi qanaqa jang olib borgani. Keyin asosiy parametrlari bu tezligi 50 kilometrgacha chiqa olgan, maksimal yurganda. O'sha paytda uchun bu juda katta tezligida. Chunki hozirgi tanklarning ham maksimal tezligi 65 kilometrlar. Boya aytayotganingiz, birinchi bo'lib uni snaryadlarini qalinligi 76 millimetrlik bo'lgan ekan. Birinchi yilda chiqqan, 43-yildan u 85 millimetrgacha kengaytirilgan. Ichida 5 kishi sig'a olgan. Rasmda muxlislar ko'rishi mumkin. Agar bevosita o'zini ko'raman desa, G'alaba bog'ida turibdi, borib ko'rishtirishi mumkin. Uzunligi oldidan 8 metrgacha, yangi pokoleniya 8 metr bo'lgan, balandligi 207, rasmdan ko'rsanglar bo'ladi. Kengiligi bo'lsa 3 metrgacha borgan. Shunaqa manevrisga usta bo'lgan. Bunga teng keladigani bo'lmagan. O'zi urush payti ham natsistlarni generallardan bir von Kleist ham T-34 ni ikkinchi jahon urushdagi eng zo'r tank deb bejizga aytmagan, rostdan ham kuchli edi. Har 30 minutda bitta tank chiqqan ekan sovet Shunday. Shunaqa konveyerda chiqarishgan. 35330 ta T-34 chiqqan. Mana shu Mikhail Ilich Koshkin Shuhrat akam aytib o'tdilar. O'sha konstruktorning nimasida. Ajoyib tank edi rostdan ham. Korpusining uzunligi salkam 6 metr, 5920 mm bo'lgan. Kengligi 3 metr bo'lgan, balandligi 2405, ya'ni 2,5 metr. Kalibrlari 76 millimetrlik kalibr bilan otgan. Ot kuchi 500 ot kuchiga ega, o'sha dvigateli tezligi 54 km/soatiga chiqqan. Ajoyib tank bo'lgan aslida. Lekin bu legenda. Nima? Oxirgi kalibr boshida o'zi 76 mm edi, keyin u 85 mana hozir 85 mm qo'yildi. Keyin eng oxirgi shu 44-45-yillarda yana ham pushkasi o'zgartirilib, 100 mi yoki 122 mi ham qo'yilganda, katta pushka qo'yilgan tanklar ham bor, T-34. Dastlab Xarkov parovoz zavodida ishlab chiqarilgan ekan. Endi bu yerda yana bir juda muhim bir nima borda, fakt borda. T-34 bu o'rta og'irlikdagi tank hisoblanadi. Tanklar o'zi klassifikatsiyasi bo'yicha hatto hozir ham 26 tonna bilan og'irligi. Demak mana yengil tanklar, lyokiy tanki deydi, o'rta og'irlikdagi tanklar va keyin og'ir tanklarga bo'lingan klassifikatsiyada. Shunga qarab shu pushkaning diametrlari, chunki masalan yengil tankka 76 millimetrlik o'sha 40-yillarda pushka qo'yish mumkin emas, zambara qo'yish mumkin emas. U haligi ular nomlari ham o'zi tanketka deyilgan. Ularga qo'yilgan eng ularning maksimal kalibri, pushkasining kalibri 45 millimetrlik bo'lgan. Kalibr nima uchun muhim? Kalibr qancha katta bo'lsa, uning biz aytgan haligi broneboyniy snaryadlari shuncha dushman tankini shunchalik haligi mag'lubiyatga uchratish imkoniyatini oshiradi. Lekin Shuhrat aka, mana tarixiy faktlarni ko'rib chiqqanimizda
Bu tanklar 1943-yilgacha rostdan ham katta ustunlikka ega bo'lganligini ko'rish mumkinda. Endi shu Ammo tigrlar Ha, chiqqan. lekin o'sha Korolevskiy, ya'ni qirol tigrlar chiqqandan keyin masalan Kursk jangida bilasiz, buyuk tanklar jangi bo'lgan Prokhorovkada. Statistikaga qarasangiz ham sovet tanklari ko'proq talafot bergan. Ko'proq emas, Bu katastrofik katta. Katastrofik, juda katta ko'p katastrofik talafot bergan. Urushda burilish Ha, yasaganda. minglab o'sha hatto o'zbek o'sha ajdodlarimiz tanklarni ichida yonib ketgan o'sha chiqolmasdan. Bu tigrni o'sha uzoqroq otishidanmi Shuhrat aka? Endi mana shu Prokhorovkadagi Kursk 43-yil Kurskdagi eng katta tank jangi deb aytiladi. Juda ko'p afsonalar borda. Shu sovet nima afsonashunosligi bo'yicha u yerda SSR tanklari o'zining yaqqol ustunligini ko'rsatdi. Chunki tub burilish deyiladi. Shundan keyin biz ularni quvib soldik, tub burilish yuz berdi deyiladi. Haqiqatan ham 43-yil shu Prokhorovkadagi tank urushidan keyin SSR barcha frontlarda hujumga o'tib, ayniqsa shu Kursk dugasi yoyida hujumga o'tib, nemislarni Ukrainada va Belarusiyada chekinishga majbur qilgan. Lekin aynan Prokhorovkadagi tank urushida SSR tanklari nemis tanklariga qaraganda o'ta loyoqatsizligini ko'rsatdi. Siz aytgandek 43-yilgacha bu T-76 tanklari bular juda zo'r tanklar hisoblangan. Lekin biz hozir ularni klassifikatsiya qildik-ku. Nemislar og'ir tanklar bilan kirdi bu urushga. Ya'ni Pantera 4 va siz aytgan Korolevskiy tigrlar bilan, ularni shu zirhlari ham juda mustahkam edi. T-34 o'zining 76 millimetrlik pushkalari bilan Korolevskiy tigrni 150 metrda ham oldidan ura olmagan. 150 metrda ham broneboyni snaryad kira olmagan. Oxirgacha men o'sha tarixiy nimalarni ko'rdim. Sovet tankchilari boyagi tigrga, ya'ni ro'para kelmaslik uchun yashirinib yon tarafidan yo orqasidan urishni xohlagan ekan. Endi pistirmadan o'zi topshirib berilgan tigrlar bilan mana shu lop-na-lop peshanaga urushmanglar degan topshiriq berilgan. Sababi bu yerda yana bitta tomoni bor. Tigrlarga o'rnatilgan to'plar SSRni tanklarini 1,5 ming kilometrdan urib yoqib yuborish quvvatiga ega bo'lgan. Bular esa T-34, asosan Prokhorovkada eng ko'p ishtirok etgan T-34 tanklari bo'lganda, bular biz aytgandek 150 to'ppa ro'para 150 metrdan ham ura olmaydi. Keyin aytiladiki, shunday manevr qilinglarki, yonboshdan o'tib, yonboshdan otinglar. Chunki tankda, tigrda oldida zirh kuchli, po'lat plastinka ham qo'yilgan, o'zi 12 sm, yana po'lat plastinka qo'yiladi. Yonboshda esa unaqangi yoki orqada unaqa zirh yo'q. Shuning uchun ularga topshiriq beriladi, yo pistirmadan turib o'tayotgan paytda yonboshdan otinglar. Yonboshdan otganda ham yonboshdagi zirh ham 500 metrlik uzoqdan otilganni ushlab qolgan ekan. Tigr shunchalik mustahkam qilinganda. Endi nimaga Prokhorovkada haqiqiy fakt bo'yicha qaraydigan bo'lsak, nemis tanklari 300 tadan ortiqroq nimani yoqib yubordi. Siz aytganda ekipajlari bilan o'lib ketdi. Lekin nemis tanklari bor 17 ta shu Korolevskiy tigr urilgan. Bor yo'q 17 dona. Bu 300 ta qayoqda 17 donada? To'g'ri. Bu yerda klasslar farqi bor. Korolevskiy tigr bu og'ir tank, T-34 bu o'rta, sredniy tank hisoblanadi. Tejalovez. Xuddi hozir Katyova bilan Tiko urushgan degandaymi? Bu haligi boksda super tejaloveslar 100 kilodan ortiq, 91 kilodan ortiqdagi sportsmen bilan bir 60 kilogramlik urushgan. O'sha paytda 43-yili Prokhorovkadagi urushda SSRda og'ir klassdagi tanklar yo'q edi. Is degan tanklar, Yosif Stalin 1 degan tanklar, ular aynan shu urushdan, shu jangdan keyin xulosa sifatida
paydo bo'ldi, keyin nimalar pushkalari kengaytirildi. Hatto shundan keyin Proxorovkadagi urushdan keyin T-34 ga ham yangi to'p qo'yildi-da. Endi O'zi qarang, Lekin- tanklarni statistikasi bo'yicha qaysi tomon, masalan, hamma tanklarga tegishli statistika qanaqadir ma'lumotlar bor, ya'ni yon tomon har doim anaqa nima deydi, zarar yetkazuvchan, ili tepa qismimi, ili oldimi, orqasimi qanaqa bo'ladi? hozir ham Umumiy shu klassik tank qurishda hozir ham shu klassik formaga hamma tank quruvchilari urg'u beradi. Hozirgi tanklarda ham oldida kuchli. Hozir to'g'ri, hozirgi tanklarda kompozit materiallar qo'llanilyapti. Mana o'sha ikkinchi jahon urushida, birinchi jahon urushida primitiv oddiy chugun metal, ha. Lekin tigrlarda alohida po'latdan plastinka ham qo'yilganda, o'tirishi qiyin bo'lishi uchun. Lekin hozir hamma tanklar nishab. Hatto mana Isroilning Merkaviy tanklarini ham ko'radigan bo'lsangiz, hatto to'p qismi, ha, to'p aylanadi-ku, mana bu zambara qismi. U yerda ham mana bunaqangi. Ugl 45 gradus. Hatto mana shu Rossiyaning T-90 tanklarida ham mana shunaqangi nima bor, 45 gradus to'p qismida, chunki snarad, broneboyni snarad kelib urgan payti sakrab otilib ketishi uchun juda katta haligi himoya vositasi hisoblanadi. Endi bu hozir broneboyni snaradlardan tashqari yana mana bronetexnika, mana shu tanklarga qarshi kurashda qo'l granatalardan ham foydalanadi, granata otuvchilardan, ha. Bu yerda ham yangi bir shu granatometlar uchun yangi granatalar chiqdi. Endi uni biz snarad demaymiz, granata deymiz. Bu kumulyativ deyiladi. Mana shu RPG 7 dan boshlab, RPG 7 bu SSRning granatometlari. Bular endi maksimal 300 metrdan kumulyativ granata otganligi uchun uni kumulyativ granatomet va kumulyativ snaradlarning vazifasi bu borib urilganda o'sha haligi texnologiyasi shundayki, mana shu hosil bo'lgan issiqlikni yo'naltiradi. Bir tor yo'naltirib, shu eritib yuboradi. U chugun bo'ladimi, po'lat bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, necha santimetr bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha snaradning nimasiga ham bog'liq. Demak, korpus chochilib ketmaydi, portlar yo'naltiradi. U eritib kiradi. Kumulyativ snaradning vazifasi u eritib kiradida, keyin tandemli deydi, mana shu RPGdagi nimalar. Hozir Ukrainalar ham FPV dronlar bor-ku. Ana shu RPGlarning granatometlarini bog'lab nima ruslar tanklarga o'tyapti. Ruslar ham shuni bog'laydi, mana tagiga bog'lab qo'yapti-ku. Dronni tagiga. Ha, dron tagiga bog'lab. U tankni snaryadi emas. Tankni snaryadini u ko'tarish qiyin. RPGniki u 2 kilogramm atrofida uni bemalol ko'tarib oladi, lekin u kumulyativ. Kumulyativ bo'lganligi uchun ular urilgandan, demak, o'sha joyni eritib kirib ketadi. Tandem degani orqasida biz aytgan yana ikkinchi seriyasi bor. Fugas va askolkalari bor. U demak eritib kiritib beradi. Ichiga kirgandan keyin fugas portlaydi, askolkalar bilan ichidagi ekipajni o'ldiradi. Bu kokteyl molotovlar bilan ham o'sha yondirib yuborish mumkin bo'lganmi rostdan? Mana yaxshi savol bo'ldi. Kokteyl molotovlar nima uchun qo'llanildi? Keyin o'sha haligi tankga qarshi miltiqlar ham bor edi. Esingizda bo'lsa, Gekiro. 3 metrlik miltiqlar, diametri 12 millimetrlik o'q otyapti. Bunga ham javob beramiz. Qarang, kokteyl molotovning asosiy qudrati bu benzin quyiladi-ku, Benzin quyilib, bu bir tomchisi ham dvigatelga tushsa, motorga tushsa, motor yonib ketadi. Va o'zi shu kokteyl molotovni uloqtiruvchilarga har doim aytgan. Okopdan tank o'tgandan keyin orqasidan ot degan. Ya'ni motordan ko'zlash kerak-da, motorni. Agar uni oldida mana bu haligi oldi qismi yonsa, foydasi kamroq, U o'sha haligi yo ustidan oqib tushib motorga tegish kerak yoki bevosita orqasiga otish kerak.
Askar Shunda- orqasiga o'ta olarmidi? yo'q, u okopda mana Keyin masalan okopda yotadi, ha? Yashirinib yotadi. Kinolarda ko'rsatadi-ku shu. Tank o'tib ketgandan keyin ha, orqasidan o'tadi, motorni yoqib yuboradi. Motorda ham mana hozir Bekzod aytdi. Ha, rostdan ham nemislarning shu birinchi bosqin SSRga bosib kirgan paytda hamma modifikatsiya tanklari benzinli bo'lgan. Benzinli motorlar. Benzinli motorlarni yoqish uchun yo benzobak yonishi kerak yoki motorga tegsa u yonib ketganda. Endi bu yerda mana taktikalar ham bor. Tanklarni qo'llash taktikalari ham bor. Bular haqida ham gapirishimiz kerak. Menda mavzuga savol bor edi hozir yana. Javelin raketalar haqida to'xtalib bersangiz, ya'ni Javelin raketalar texnologiyasi qanday va bugun Javelin raketalarga qarshi turadigan tank bormi o'zi? Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, yo'q. Javelinga qarshi birorta bir tankning haligi zirhi chidam bermaydi, chunki Javelin tamom boshqacha texnologiya bilan uradi tanklarni. Mana hozir bizlar SSR, keyin Germaniya, Rossiya ishlab chiqargan tankga qarshi granatometlar haqida gapirdik. Endi o'sha kumulyativ granatalar borlar. Kuydirib yoqib eritib kiradi, tandemni keyin orqasidan haligi portlaydigan portlaydi. Shu yo'ldan mana nemislar ham, shvedlar ham, britanlar ham, fransuzlar ham mana shunaqangi tankga qarshi qo'l qurollarini rivojlantirish yo'lidan ketdi. Bularda mana masalan nemislarda Gustav degan granatometlari bor. Bular ham demak bajaradigan xuddi shunday, shu granatasi tandemli, kumulyativ, demak o'sha tankka tegadi, kuydirib eritadi, orqasidan keyin haligi ikkinchi tandemikratda portlatib nima qiladi. Bu kamchiliklari bular demak 300 metr, maksimal 300 metr, mana nemislarniki sal ko'proq 450 metr. Mana bu Rossiyaning chiqarayotgan RPG-30, RPG-32 oxirgi modellari. Bular ham shu 250-300 metr. Demak bu vizual ko'z bilan ko'rib otish kerak. Keyin korpusga u mana yerga vertikal borib korpusga uradi. Yerga gorizontal uzr. Mana yerga gorizontal borib uradi. Endi Javelin bu tamom boshqacha texnologiya. Javelin bu reaktiv texnologiya. Bu raketa. Javelin qo'lda, mana shu qo'lda переносной, qo'lda ko'tarib yuradigan mobil raketa. Uning ichidan raketa chiqadi, turbasi bor, ha? U reaktiv tyaga bilan boradi va uning eng katta xavfi shundaki, bu yerda birdaniga ikkita unikal, boshqa hech kimda yo'q texnologiyalar ishtirok etadi. Unikal texnologiya shundaki, birinchidan u o'sha haligi reaktiv nima? Motori raketa, ikkinchidan u borib korpusga mana biz aytgan shu traditsion granatometlardan farqli u gorizontal bormaydi, u tepadan uchadi. Mana trayektoriyasi mana bunaqangi. Sinusoida. U osmonga qarab otiladi. Mana qanaqa ko'zlab otilmaydi, osmonga qarab otiladi va eng nimasi u tankning ustidan uradi. Korpusga emas, ustidan uradi. Korpusga nima uchun shunaqa qilingan? Chunki korpus biz aytamiz, front bo'yicha juda himoyalangan, ha? Hatto shu broneboyni kumulyativlari ham bir xil paytlar kuch yetmayapti. Kumulyativni ham snaryadining razmeriga qarab kichikroq kumulyativ raket nimalar, granatalar oxirgi modeldagi tanklarni eritib yubora olmaydi. Ayniqsa kompozit, mana masalan Leopard 2 nemislar u kompozit materiallardan qilingan. Uni RPG bilan nima yoqib yuborish qiyin. Bu kompozit material keramika asosida, keramika yonmaydi. Ya'ni erib ketmaydi u. Metallga qaraganda. Keyin aralashmalar bor. Endi u sir hisoblanadi. Bu nimalar texnologiyalar hech kim bilmaydi uni. Lekin kompozitligini bilamiz-da. Endi u ustidan borib uradi, ustidan. Ustida zirh kam juda. Oddiy shu pushkaning ustiga borib, o'sha joydan
nima mana uchib o'tayotgan payti u mana bunday vertikal ham tushmaydi. Uchib o'tayotgan payti o'sha aytdik-ku, unikal texnologiyalar, u elektronikasi ham bor uni. Haligi asosiy nima snaryad keyin mana bu raketada emas. Mana bunday vertikal kallasidan tushadi. Va shunday qilib yoqib yuboradi. Buni analoglar bormi dunyoda boshqa? Javelindan. Yo'q, endi Javelin yana boshqa bitta ikkinchi texnologiya, ikkinchi tomon. Bu haligi Strelul is double deydi. Otding va unutding degani. Ya'ni otding va unutding degani bu tegadimikan, tegmaydimikan, lazerli navodka. O'zi borib, o'zi topib, o'zi uradi. Shu направлениyaga otish kerak. Yo'nalishga qarab otish kerak. Mana kelyaptimi o'sha yerda masalan 3 ta tank, 2 ta tank kelyaptimi, shu yo'nalishga qarab otib yuborsangiz, o'zi boradida o'zi birinchisini uradi, birinchisini. Avtonom uradi. Avtonom uradi. U qarab turishning keragi yo'q. Mana shu texnologiyaning nomi otding va unutding. Mana masalan, mana shu Rossiyaning RPG 32 eng oxirgi granatometlarini ham biz aytdik 300 metr atrofida uni otgandan keyin qarab turish kerak. Javelinning avvalo eng katta farqi mana 3-chi eng kuchli uning nima boshqa raket nima tankga qarshi qurollardan yana bitta ustun tomoni. U raketaning yoqilg'isi demak 2,5 kilometrgacha yoki 450 qadam deyilgan. 4500 qadam. 4500 qadam 2,5-2700 kilometrlar hisoblanadi. Masofaning o'zida 10 barobar farq bor. Masofaning o'zida. Agar masalan mana shu Rossiyaning RPGlari birorta bir g'arb tankini urmoqchi bo'lsa, uni 300 kilometr, 300 metr, 200 metrga yaqinlashishni kutish kerak. Ungacha u yerdagi o'tirganlar ham hozirgi mana Leopard 2larda ixtiyor. Ularda haligi oqshom ko'radigan priborlar bor. Pribor ночное видение. Masalan, kechasi ham ular masalan qayerda jon bo'lsa, issiqlik ajratsa ko'rib qo'yadi, pulemyotlar bilan o'ldirib tashlashi mumkin. 200 metr yaqin kelmasdan. 200 metr yaqin kelmasdan o'ldirib qo'yishi mumkin. Mana shunaqangi Amerikaning Javelin raketalari shunaqangi katta ustunlikka ega. Ukrainada hozir berildi. Qancha berildi? Endi u birinchi uni Trump bergan edi 2018-yili 100 ga yaqin bergan va aynan shu Javelinlar bilan Ukrainalar Kiyevni saqlab qoldi. O'sha nima Belorussiyadan kelayotgan tank qo'shinlarini hammasini Javelin atakalari bilan yoqib yubordi. Juda katta Kiyevni saqlab qolishda juda katta xizmat bor Javelinda. Demak, Shuhrat aka, bu tanklar erasi tugayaptimi shunda hozir? Zamonaviy urushlar. Endi mana FPV dronlari chiqqandan keyin hozir tanklarni shu 20-asrdagi qudrati savol ostiga olinyapti. Aytyaptiki, mana 3 million dollarlik yoki Leopard 2 7 million dollar turadi. Leopard 2, Abramslar 10 million dollar. Abramslar undan ham qimmat. Lekin shunga qaramasdan mana Ukraina urushi Abramsga qaraganda Leopard 2 yaxshiroq tank ekanligini ko'rsatdi. Hamma mutaxassislar, dunyodagi hamma shu tank bo'yicha shug'ullanayotgan mutaxassislar bugungi kunda eng zo'r tank Leopard 2 deb aytyapti. An'analar bor ekanda. Albatta. Endi mana FPV dronlarning qilayotgan ishi 1000 dollarlik, 500 dollarlik FPV, oddiy FPV droni shu biz aytgan kumulyativ granatomyotni bog'laymiz, Nima skoch bilan o'rab qo'yapti, ko'rgan bo'lsangiz. Kichkinagina o'zi u FPV dronning o'zi 1000 dollar emas, 200 dollarlik nima narxi matoq, Unga yana bir 400 dollarlik snaryad bog'laydi. Borib 5 kilometr narida turgan tankni peshonasidan bitta to'rga yoqib keladi. Ya'ni shu 7 millionlik, 5 millionlik qurollarni arzimagan bir 700-800 dollarlik qurol bilan yo'q qilish mumkin bo'lyapti va bunga hozircha chora yo'q. Ustoz, Ixtiyor aka, sizga savolim bor. Endi birinchi jahon urushi va ikkinchi jahon o'rtasida tanklarning evolyutsiyasi qanday bo'ldi? Ya'ni urushlarda uning ahamiyati ikkinchi jahon urushida qanday sezildi? Ya'ni bu yerda qo'shimcha kiritib ketishingiz kerak edi. Qo'shinda ularning joylashuvi qanday? Diviziya, tank diviziyalarining, tank batalyonlarining.
Mana Birinchi jahon urushida boshlanishida mana shu ko'pchilik armiyalar o'ylagandiki, bu xuddi oldingi urushlar kabi bo'ladi. O'sha Napoleon davrida, o'sha Waterloo'da qo'shinlar ikkita bir-biriga yaqin kelib, artilleriya bilan bir-biriga otib, shunday xayolga borishgandi, lekin bu mutlaqo unaqa bo'lib chiqmadi. Ya'ni artilleriya takomillashgan artilleriya. Urushni dastlabki oylaridayoq 1 million askar halok bo'ldi. 1 million. Millionlab snaryadlar, artilleriya urib yotibdi, foydasi yo'q. Pozitsion urushga aylanib qoldi. Mana shu yerda tanklarni nimasi ko'rindi, istiqboli. Ya'ni boyagi okoplarga yaqinlashtirib keladigan texnika kerak bo'lib qoldi. Mana shu yerda tankni roli sezildi. O'sha birinchi janglarda. O'sha boya aytib o'tdimki, 1917-yildagi o'sha birinchi o'sha tanklar jangida buni istiqboli ko'rindi. Va keyinchalik endi Birinchi jahon urushining oxirigacha o'sha tanklarni ahamiyati bari bo'lgan bilan u juda ko'p ishlatilmagan. Mana aytdik-ku, 2000 dan oshiq tank ishlab chiqarmagan Buyuk Britaniya. Tanklarni roli bu Ikkinchi jahon urushiga kelib yaqqol ko'rindi. Bu Germaniya, natsistlar Germaniyasini boyagi Blitzkrieg o'sha nimasida, ayniqsa Fransiyaga bostirib kirishda tanklarning roli bu tarixni belgilab berdi. Ya'ni mana shu g'alabani belgilab berdi. Shiddat bilan o'sha boyagi nimadan tog'li yo'ldan tanklar texnika bilan o'tish, ya'ni tor uchastkada va Fransiyani nihoyatda tez taslim bo'lishiga olib keldi. Bu yerda yana bir narsaga e'tibor qarashimiz kerak-da. Mana shu tanklarni Birinchi jahon urushida demak o'sha haligi taktik qo'llash va Ikkinchi jahon urushida ularning qo'llanilishi. Mana Birinchi jahon urushida shu 1916-yil Somme daryosidagi tankni birinchi qo'llagan payti mutaxassislar aytdiki, tank dedi, bu umum qo'shin ishtirokida, umum qo'shin safida, demak shu mana masalan bitta polkda bir ikkita tank beriladi va bular shu dushmanni okopga yaqinlashtirib quvib yuboradi. Qochib ketgandan keyin, demak, mana bu yoqdagi piyoda qo'shinlar ham borib shu dushman okoplarini egallab oladi. Boshqacha aytganda, tanklarni alohida bir qo'shin sifatida Birinchi jahon urushida hech kim ko'rmadi. Yorib o'tish vositasi bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, o'zi Ikkinchi jahon urushida ham yorib o'tish vositasi, lekin qanday yorib o'tish? Bu yerda katta nimalar borda, savollar borda. Mana Ikkinchi jahon urushi mana ixtiyor hozir Fransiyaga hujumni eslatdi, Blitzkrieg haqida gapirildi. Mana qanday bo'lgan? 1940-yili 10-mayda Germaniya demak urush e'lon qilmasdan Benelux davlatlariga bosib kiradi. Bu Belgiya, Niderlandiya va Lyuksemburg davlatlariga bosib kiradi. Nima uchun shunday qildi? O'zi maqsad Fransiyaga hujum uyushtirish, lekin Fransiya va Germaniya kontakt chegarasida Fransiya tomonidan Maginot liniyasi bor, Germaniya tomonidan Siegfried himoya chizig'i bor, Devorlar. Devor emas, okoplar, transheyalar, dzotlar, bo'ligi pushkalar, haligi beton bilan himoya qilingan, Mustahkam himoya ikki chuqurlashtirilgan, demak, himoya tizimlari bor. U yerdan bosib kirish juda katta talafotlarga olib keladi. Endi 40-yili mana shu avtor, bosqinning avtori 1940-yili Germaniya Fransiya o'rtasidagi urushning avtori bu general Manstein, keyinchalik feldmarshal bo'ldi. Shuning tuzgan plani bo'yicha va aynan shu Mansteinning operatsiyasiga keyin butun dunyo, eng avvalo nemislarning o'zlari Blitzkrieg deb nom berdi. Blitzkrieg degan bu yashin tezligidagi urush. Mana shu 10-mayda qo'shin Belgiyaga bosib kiryapti. U yerda mana nyuanslar bor, tushuntiramiz. 6 haftadan keyin esa Fransiya taslim bo'lyapti. Yashin tezligidagi urush degani bu shu qudratli tanklari, to'plari, harbiy sanoati Germaniya bilan teng bo'lgan
va bu yerda biz nafaqat Germaniya haqida gapirishimiz kerak. Bu yerda ekspeditsion korpus bor edi. Britaniya. Britaniyaning ham bu yerda bir 150 ming qo'shini bor edi. Ular demak Fransiya qo'shinlari bilan, Fransiya qo'shinlari bilan demak o'sha Britaniya qo'shinlari aynan shu Belgiya hududiga yaqin hududlarda turar edi. Mansteynning rejasi qanday bo'lgan? U A armiya va B armiyaga bo'ladi armiyalar. B armiya bu o'sha Belgiyaga qarab harakat qiladi. A armiya esa u pistirmada turadi. Pistirmada. Arden o'rmoni va o'sha yerda tog'lar bor. U ittifoqchilarning nazarida bu yoqdan katta mexanizatsiyalangan qo'shinlar olib o'tish qiyin. Ya'ni tanklar o'tolmaydi deb O'zi daryolar bor, bittami ikkita nima, yo'l o'zi, yo'llar tor, mumkin emas. Bu yerdan o'tishning hech iloji yo'q. Shuning uchun agar zarba bo'ladigan bo'lsa, Maginot liniyasidan ham o'tolmaydi. Asosiy zarba, demak bu Fransiya va o'sha Britaniyaning generallarining xatosi, asosiy zarba Belgiya orqali keladi. Shu tomonda biz asosiy kuchlarni saqlashimiz kerak degan. Birinchi jahon urushidan ular o'yladida, o'sha oldin Birinchi jahon urushida ham Belgiya va Gollandiya orqali kirib kelmaydi. Shu yo'l, boshqa yo'l yo'q. Mana bu geografiya xalaq beradi deganda, lekin Mansteyn bu katta risk bo'lgan, asosiy haligi udarniy quloq tanklardan iborat qo'shinlarni aynan hech kim kutmagan joydan kiritdi va Ikkinchi jahon urushi bilan Birinchi jahon urushining tanklarini qo'llashdagi eng katta farq shundaki, Ikkinchi jahon urushida tanklarning o'zining avtonom qo'shinlari bo'ldi. Ya'ni ilgari bu faqatgina mana shu frontda, okoplarda, piyodalarda bitta bir polkka yoki bitta batalyonga bitta tank berib qo'rqitib qochirib yuborish emas. Balki o'zlari avtonom harakat qiladigan kuch sifatida bunday bo'lishining sababi bor. Bunday bo'lishining sababi mana shu 30-yillarning o'rtalarida nemis generali Guderian, mana shu Guderianning rasmini qo'yishlarini iltimos qilaman biz operatorlarga shu suhbatimizni Guderian haqida gapirgan paytda Guderianni, Mansteyn haqida gapirganda Mansteynni ko'rsatish kerak. Bular harbiy geniylar. Mansteyn ham Guderian tanklarni zamonaviy urushda qanday qo'llash haqida katta kitob yozadi. Konsepsiyasini ishlab chiqadi. Mana shu tank demak vзводlari, tank rotalari, tank batalyonlari, tank polklari va tank diviziyalari. Va mana shu har bitta masalan rotada qancha tank bo'lish kerak, har bir batalyonda qancha tank bo'lish kerak va umuman u yerda piyodalar emas, aynan tanklar faqat, tanklarning o'zlari. To'g'ri, piyodalar desant sifatida unga mexanizирование degan yangi bir terminlar paydo bo'ldi, mexanizatsiyalashgan. Ya'ni tanklar bu haligi musht, ular yorib kiradi, orqasidan keyin mex korpuslar kiradi. Ya'ni chuqur ichkariga bosib kirish, strategik bosqich. Mana shu biz aytgan hozirgi Arden o'rmonidan chiqib kelgan shaxsan Guderianning o'zi tank korpusining qo'mondoni bo'lgan. Kuniga 50 kilometr bosgan. Ana nemis armiyasi Fransiyaga bosib kirib, kuniga 50 kilometr bosib Dunkerkka 2 haftada yetib olgan. Dunkerkka. Bu O'rta Yer dengizidagi shahar. Yo'q. Dunkerk bu La-Mansh. Shimol. Buyuk Britaniya. Demak, u Dunkerkka 350 ming kishilik Fransiya va Britaniyaning qo'shinlarini qamab oladi ular. Uni alohida ko'rsa qiziq, Dunkerk mo'jizasi. Va shuni keyin tarixchilar nemislar o'zlari Blitzkrieg deb atadi, yashin tezligidagi urush. Bundan oldin ixtiyor buni Polshaga ham qo'llovdilar. Shunday. Yashin Blitzkriegni 39-yili 1-sentyabrda Polshaga qo'llab 3 haftada Polshada katta davlatni ham nemislar mag'lub qilgan edi. Lekin albatta Fransiya agar Polsha iqtisodiy harbiy ancha nemislarga qaraganda kuchsiz bo'lgan bo'lsa, Fransiya bu German armiyasi va fransuz armiyasi kuchlari bir-biriga teng. Lekin shunga qaramasdan mana 6 hafta ichida nemis harbiylari
Blitzkriegni qo'llab, Blitzkriegning asosida aynan tanklarni biz aytgandek qo'llash. Ya'ni mana kutilmagan joyda juda katta kolonna kiradi, butun front bo'ylab. Birinchi jahon urushida hujum desa, mana front, armiyaning fronti aytaylik mana 30 kilometr, ha, yoki 40 kilometr. Ertaga soat ertalab turda 30 kilometrlik frontda hujumga o'tamiz. Yo'q, bu texnologiya, bu biz aytgan birinchi jahon urush texnologiyasi. Aynan mana shu texnologiya biz aytgan pozitsion urushni keltirib chiqadi. Hech kimni yenga olmaydi. Bular hali hujumga o'tgani bilan u yoqda turgan pulemyot va to'plar hujum o'tganlar hammasini masofada u okop bilan bu okopning o'rtasidagi masofada qirib tashlaydi. 100 minglab odamlar shunday qirilgan. 100 minglab birinchi jahon urushida. Umuman front joyidan qimirlamagan. Endi ikkinchi jahon urushidagi taktika yorib kiradi. bu tanklar bilan tor uchastkada birdaniga armiya kiradi, armiya. Tank armiyasi. Mana SSSRga yorib ko'shdi ham 4 ta tank armiyasi bo'lgan. Qancha tank bo'lgan bu yerda? Endi mana qarang. Bu yerda ham bir narsani to'g'ri tushuntirishimiz kerak. SSSR standartlari bo'yicha mana biz ham o'zimiz armiyada xizmat qilgan paytimiz SSSRda tank vzvodida 3 ta tank bo'lishi kerak edi. Tank rotasida, demak, 10 ta tank bo'lishi kerak edi. Bitta komandirskiy ham deyiladi, ha? Demak, 3 ta rota, bitta batalyon, 30 ta tank, 31 ta tank, komandir batalyon. Bu tank batalyoni hisoblanar edi. 100 ta tank, bu tank polk hisoblanardi. 100 ta tank. Diviziyada? Demak, diviziyada 300 ta tank. Endi nemislarniki boshqacharoq. Nemislarniki. Mana shu bir qaysi ham bir kino bor edi, Ester payti ishlagan. Shu Ozerevda ishlagan kinosida освобождение bo'lsa kerak. Shunda bir nima epizod borda, shu yerda bir komissar nimaga deydi, bizning harbiy ustavlar bo'yicha deydi, kinoda aytyapti-da. Bizda deydi tank batalyonida 30 ta tank deydi. Nemislar tank batalyonida 100 ta tank deydi. Batalyon urushadigan bo'lsak 3 barobar ko'p ular bizdan deydi. Ko'rdingizmi? Ha, haligi SSSRni tanklari, mana T-34lar yaxshi tanklar edi. O'sha paytda 41-yili nemis tanklarining sifati SSSRdagi mana shu T-34 tanklaridan yaxshi emas. Shu T-34 tanklari ulardan qaytanga yaxshiroq edi-da. Lekin Shuhrat aka, lekin taktikani qo'llashda, harbiy taktikani qo'llashda SSSR ham xuddi mana Fransiyadek xatolarga yo'l qo'ydi. 4 ta tank armiyasi, SSSR ham biz aytgandek birinchi jahon urushi hujumini kutdi. Ya'ni o'yladiki, hamma joydan, butun mana 3000 kilometrlikdan hamma miltiq ko'tarib keladi dedi. Nemislar esa 4 ta joydan teshib kirdi va o'sha yorib kirgan joydan keyin katta-katta shaharlarga harakat qilib o'rab olaverdi. Eng katta strategik qurshov Kiyev qurshovi hisoblanadi. Birdaniga 650 ming sovet askari qurshovga chiqqan. Lekin baribir chegara janglari bo'lgan-ku, masalan o'sha Dubna, Lutsk, Brody katta tanklar, armadalar bir-biri bilan to'qnashgan, Shuhrat aka. Mana KB1 haqida ham bir nima qilsangiz, ulkan tanklar bo'lgan-ku sovetlarda ham. Bu endi klassifikatsiyasi bo'yicha SSSRning og'ir tanklari hisoblanadi. Diametri 152 mm, juda kuchli pushkasi bo'lgan. Uni kamchiliklari ham bor va nima tomonlari ham bor, ustun tomonlari. Ustun tomoni pushka, bu endi haligi nemis tanklari uchun o'lim. Bitta snaryad sal tegib ketsa ham nemis tankida hech qanaqa shans qolmagan. Endi kamchiliklari bu o'sha haligi manyornis yo'qligi, og'irligi, tez-tez buzilib qolishi, transmissiyasidagi kamchiliklar endi u bo'lgan, lekin o'sha dastlabki janglarda o'sha general armiya Pavlov bilan yana 9 ta generalni keyin harbiy tribunalga otib yuboradi-ku, lekin kerakli darajada qarshilik ko'rsatilmagan, nemislar o'tib ketavergan. Nemislar
strategiyasi qayerda qarshilik kuchli bo'lsa aylanib o'tib ketgan. Ularning komandirlariga keyin avtonomiya berilgan. Ular Mustaqil qaror. mustaqil qaror qilish, mana NATO armiyalari ham xuddi shunaqa. O'zi komandir mustaqil qaror qabul qiladi. SSR harbiy ustavlarida jangovar ustavlar bor, boyovoy ustav. Mana shu jangovar ustavlarda u tepadan kutish kerak qarorni. Aytish kerak, mana bu yerdan kelyapti, mana palancha deb rota batalyonga, batalyon polkka, polk diviziyaga, diviziya armiyaga chiqadi. Keyin u yana boshqatdan pastga tushish kerak. O'rtada esa haligi u payt sotuvchi telefonlar bo'lmagan, ratsiyalar bo'lmagan. Ratsiya faqat Amerika armiyasida 44-yil. Mana shu aynan shu sovet tanklarida qachon ratsiya paydo bo'ldi? U Lend-Liz bilan kelgandan keyin, Oldinlari bayroq ko'tarib. Nemislarda bo'lgan ratsiya. Nemis tanklarida. Lekin sovetlarda bo'lmagan. Yo'q, bo'lgan, mana bunday bo'lganda. Nemislarda har bir tankda ratsiya bo'ldi. Shunday. Sovet armiyasida tank rotalarida har 10 tada bitta ratsiya bo'lgan. Bu buyruq qanday beriladi boshqa tanklarga? Endi hamma shu qandaydir bir haligi bashniyadan kallasini chiqarib qaragan. Ura, olg'a deydi. Komandirskiy Primitiv. mana bu Vasiliy Grossmanning eslarishlari borda. Vasiliy Grossman bu shu Ulug' Vatan urushini yoritgan va obyektiv yoritgan. SSR uning yozganlarini juda uzoq vaqt chiqarmagan. Shunda shu aytadiki, mana deydi, bizni deydi hammaligi tankistlarimizning asosiy qiladigan ishi komandirning tanki qaqarib ketyapti. Shu bilan ovora bo'lgan. Kallasini chiqarib, komandir qaqarib solyapti. Nemislarda deydi, har bitta tankida ratsiya bor deydi. Ular bir-biri bilan juda yaxshi muloqot qilyapti deydi. Shu ustunlik, aloqa ustunligi bilan bizlarni tanklarimiz hammasini qoqib tashlayapti deb shunaqa estarklar bor shu Vasiliy Grossman. Demak, o'sha birinchi janglarda shuning uchun katta muvaffaqiyatsizliklar bo'lgan ekan. Eng katta SSR ham tanklarni biz aytgan Guderianning nimasi bilan, eskizi bilan qilgan. Ya'ni o'zi Fransiyada ham shu Guderianning yozganlarini o'qib, ular ham fransuzlar ham tank batalyonlari, tank brigadalari, tank diviziyalari tuzgan. Lekin Blitzkrieg degan texnikani ular tushunmagan. Taktikani tushunmagan. Blitzkriegni. Mana bu qiziq narsa bo'lganda, mana shu Ardendan birdaniga butun boshli Guderianning o'zi komandir bo'lib, tank korpusi chiqib qolgan payti unga qarshi Charles de Gaulle'ning tank brigadasi keladi. Va işte tarixiy shaxs, bir tomondan Charles de Gaulle general va ikkinchi tomondan general Guderian o'rtasida tank jangi bo'lib o'tadi va bunda Charles de Gaulle'ning tanklari garchi texnik jihatdan nemislardan yaxshiroq bo'lishiga qaramasdan mag'lub bo'ladi. Sababi bularda ham ana shu aloqa xuddi SSRdagidek bo'lgan. Har bir tankda aloqa vositasi bo'lmagan birinchidan, ikkinchidan Charles de Gaulle'ni bularga qarshi hujumini nemislar oldindan payqab qoladida samolyotlar jo'natadi. Va bir qismini samolyotlar orqali, bombalar orqali qirib tashlagan. Rahmat so'z, menimcha ikkinchi jahon urushi haqida ko'rsatuvlarni davomli qilishimiz kerak. Bu borada alohida ko'rsatuvlar qilamiz, janglar bo'yicha alohida. Ustoz, endi sovuq urush haqida to'xtalsak, ya'ni sovuq urushda tanklar evolyutsiyasi qanday bo'ldi? Ya'ni SSR tanklari qanday rivojlandi? G'arb tanklari qanday rivojlandi? Endi sovuq urush demaylik, ikkinchi jahon urushidan keyingi davr, chunki sovuq urush 91-yil tugadi-ku. Lekin 91-yilda bu yog'iga ham salkam bir 40 yil vaqt o'tdi. Va biz hozir aytdikki, tanklarning hozir yangi urushlarda maqomi qanday bo'ladi? Shu hozir hamma harbiy strateglar mutaxassislarni o'ylantiryapti, sababi juda qudratli qurollar paydo bo'ldi ularga qarshi. Chunki mana shu qurollar osmondan kelib kallasiga bitta urib yoqib yuboradigan qurollarga qarshi texnologiya, harbiy texnologiya yo'q hozir. Endi mana shu davr ichida qanaqa bo'ldi? Shu klassik rivojlandi. Ya'ni klassik rivojlanish degani shu oldi tomondagi zirhlarni himoyalash, kompozit materiallardan foydalanish, po'latlar bilan o'rab olish va yana bitta muhim gap bu yerda Bekzod shularga dinamik himoya deymiz. Portlovchi. Mana shu hozir mana shu Rossiya Ukraina urushi kinolarda, oxirgi urushlarda ko'rsa, ko'p tanklarda mana to'rtburchak bir
metallar bilan bunday qilib atrofini o'rab qo'yganda, mana shu dinamik himoya degani shu. Uni o'zi demak 5 xil modifikatsiyasi bor. Birinchi dinamik himoya 1, 2, 3, 4, 5 hozir 5-versiyasi. Bu demak ishlash prinsipi qanaqa? Mana tomoshabinlarga shuni ishlash prinsipini tushuntirib beraylik. Mana snaryad kelyapti. Shu urilgan payt dinamik himoya u ham portlaydi. Lekin uning portlash yo'nalishi u snaryad kelayotgan tomonga qaytaruvchi bo'ladi. Natijada snaryad kuchi yetmaydi tankni zirhini nima qilishga, yorib o'tishga. Dinamik himoyaning asosiy vositasi. Bu dinamik himoya mana demak hozir aytgandek SSSR keyin Rossiya jami 5 ta kontakt 1, kontakt 2, kontakt 3, kontakt 4, kontakt 5 himoyalarni mana shu ishlab chiqib bugungi kunda qo'llayapti. G'arb nimalari asosan shu mana nemislarning tanklari, Amerika tank nimalari bu yerda ham endi xuddi shunaqangi ular ko'proq nima yo'ldan ketdi? Kompozit materiallarni qo'llash, snaryadlarni demak shu avvalo broneboy snaryadlarni biz aytgan shu 45 gradusda hamma joyini shunday qilish, va keyin shularlik boyagi nimalarni ushlab qolishda o'tib ketmasligi uchun broneboy snaryadlarni ushlab qolish uchun kompozit materiallardan foydalanish eng yaxshi nimalar shu nemislarni Leopard 2 shularni nimalari yaxshi deyapti. Keyin bu yerda mana bu живучесть deydi o'z ruschasiga. Hatto snaryad kelib tekkan taqdirda ham g'arb tanklari, mana shu Leopardlar, Amerika tanklari da ekipaj saqlanib qolish ehtimolligi baland juda. Ekipaj saqlanib qolish nimasi. Mana Savolda qani airbag bormi? Zamonaviy tanklarda. Qarasiz o'ziga. Nima qarang, snaryad eritib kiradi-ku, kumulyativ snaryadlar, ichida fugas portlaydi, yana keyin uning ichida biz aytgan oskolkalari bor, u shans yo'q. Imkonsiz. U yerda oskolka o'zi bir kichkinagina joyini ichida fugasni o'zi portlasa ham vakuumku o'ldiradi. Lekin yana oskolka ham qo'shib qo'yganda unga. Umuman hech qanday shans yo'q. Imkonsiz juda. O'shaning uchun ham aytganingizdek reaktiv qaytaruvchi anaqalar to'siqlar qo'yilyapti shu plastinkalar. Kontakt. Bu endi Rossiya texnologiyalari. Bu nimalar ham bor, g'arb texnologiyalari ham bor, shu qaytaradigan shunaqangi. Endi hozir mana masala qanday? Ukraina Rossiya urushni, zamonaviy urushni hamma harbiy jangovar ustavlarini qayta ko'rib chiqishga endi majbur qiladi. Chunki mana shu paytgacha o'zgardi. Shu paytgacha demak mana shu haligi biz aytgan jangovar ustav, harbiy ustav deganda ustav 5 ta ustav bor-da. Uni masalan mana stroyovoy ustav deymiz, mana haligi hurmat qilish, tez berish, safda turish, safda yurish. Bundan keyin mana qorovul ustavi bor deymiz, umum qo'shin ustavi. Shulardan bittasi jangovar ustav. Jangovar ustavda qanday jang qilish o'rgatiladi. Ya'ni mana masalan biz aytganday shu haligi oxirgi ikkinchi jahon urushidan keyingi hamma jangovar ustavlar, hamma davlatlardagi jangovar ustavlar biz aytganday shu haligi tor joyda katta bronetexnika, shu jumladan tank, kulak deymiz, tank mushlari bilan kirish va orqasidan keyin katta yorilgan joyga katta diviziyalar kirib ketadi va prorыв yuz beradi. Boshqacha aytganda bo'shliq, katta bo'shliq paydo bo'ladi. Bo'shliqqa hamma qo'shin tiqish kerak. Birinchi jahon urushida hamma bir 50 kilometrda hamma tur bos degan narsa yo'q. Haligi esingizda bo'lsa, Remark kinosi ham hushtaklar bilan hushtak chaladida, hushtak chalingan paytda hamma turib yuguradi. Yo'q, unaqa urush yo'q hozir. Bitta joyga juda katta nima hosil qilish kerak. Kuch nisbati, kuch ustunligi hosil qilinadi. Bitta bir tor joyga, bir 5 kilometr joyga bir demak
qo'shin nimalari tashlanadi va tank qo'shinlari bu yerda ikkinchi nima sifatida borishi kerak. Bu boshida tank bilan urmasi kerak. U tank diviziyalari yoki tank korpuslari, tank brigadalari demak ikkinchi eshelonda turadi. Mana bu qo'shin yorib bergandan keyin tanklar kiradida, keyin strategik masofaga 50 kilometrga, 70 kilometrga atrofidagi shahar bormi, qishloq bormi yoki shu yerga harbiy obyektlar bormi, borib egallash kerak. Rahmat ustoz. Mavzu yuzasidan oxirgi savolim. Bugun tanklarga qancha pul sarflanyapti, ularni ishlab chiqarish xarajatlari qanday? Bu Rossiya va NATO misolida tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Va tanklarning kelajagi bormi? Ya'ni biz uni kelajakda ham janglarda ko'rishimiz mumkinmi endi? Endi bu savolni bugungi kunda hamma shu harbiy strateglar, harbiy soha olimlari o'ylanib qoldi. Rossiya Ukraina urushidan keyin tanklar qadrsizlandimi? U qadrsizlandi. Uni hammamiz ko'rib turibmiz. Nafaqat tanklar, mana shu zirhli texnika, BTRB, BMPlar ham qadrsizlanyapti. Sababi shu million narxda turadigan texnikani bitta dron bilan $500 dron bilan yoqib yuborilyapti va eng muhimi yana bir marta bunga qarshi harbiy javob yo'q hozir. Mana haligi urib olyapti-ku chayla qurib. O'zlar samovar deyapti, ruslarda o'zi. Demak haligi setka tortyapti, to'rtta nima bilan vertikal nimalar ulyapti-da, turbalar ulab, ustini demak haligi simli to'rlar bilan himoya qo'yyapti. Lekin dronlar, ular FPV dronlar bu mana sotuvchi telefon bilan boshqarilishi mumkin, kompyuterda, noutbukdan boshqarilishi mumkin va sun'iy intellekt o'zi. Hozir mana nemislar bergan Ukrainaga oxirgi dronlar o'zi sun'iy intellekti bor ekan. Endi hozir nima qilyapti? Operator o'tiribdi-da, u tepasini u haligi sim bilan bunday yopib qo'ygani bilan bu yog'i ochib hamma tomoni. U shunday manevr qila oladiki, bemalolda kelib aylanib, o'tib ichiga kirib ichidan urib yuboryapti. Shuning uchun javob yo'q hozir bunga. Endi 21-asr urushi mana shu Ukraina Rossiya urushidan keyin qanday bo'ladi degan savol ochiq. Chunki mana birinchi bo'lib Ukraina armiyasi bundan 1,5 yil oldin 23-yilning oxirida alohida prezident qaror chiqardi, Zelenskiy qo'shin tarkibida dron qo'shinlarini ta'sis qilish. Ya'ni alohida dronlarning vзводlari, dronovotlar deyapti ularni. O'sha dronchilarning rotalari, dronchilarning batalyonlari paydo bo'lyapti. Va hattoki dronchilarning polklari paydo bo'lyapti. Mana hozir aytaylik, o'sha bir armiyada dron polki bor. O'zi har bitta vзвод, har bitta batalyonida ham bor haligi dron bilan urushadigan. Ya'ni alohida xuddi tanklarni biz aytdik-ku, ikkinchi jahon urushida qanday qilib haligi rota, vзвод, batalyon, polk qildi, ayirib oldidagi. Endi xuddi shunday alohida shunaqangi qo'shin tur paydo bo'ldi. Dronlar qo'shinlari turlari va ular o'zlari ham klassifikatsiyalari bor. Haligi eng yengil FPV dronlar bor. Dron kamikadze, bitta odam bor, bitta odam o'ldiradigan dronlar bor, kelyapti, ko'rsatyapti-ku, bitta keladi, kichkinagina mana buncha narsa, kallasiga bitta uradi, portlab ketyapti. U dron kamikadzelar. Keyin ko'p marta qo'llaniladigan mana bu ruslar Ukrainalarnikini Baba Yaga deb laqab qo'yibdi. U pardaklari ko'p, 12-15 kilogrammgacha yuk ko'taradi, 8 tadan granata olib borib tashlab kelyapti. U ko'p marta boradi, yana qaytadi, boradi, yana qaytadi. Ularning o'zlarining vзвод rotalari bor. Mana ularning o'zining vзвод rotalari bor. Qanday bo'ladi endi kelajakda? Yangi zamonaviy urush, mana shu klassik 20-asrdagi urushga o'xshaydimi, yo'qmi? Bu endi juda katta masala. Buni endi Rossiya Ukraina urushidan keyin hamma mutaxassislar analiz qilib
menimcha jangovar ustavlarga ham o'zgartirishlar kiritish kerak va mana shu hamma armiyalar menimcha mana shu tizimga o'tadi endi. Alohida dronlarni qismlari bo'ladi. Vзводлari, rotalari, batalyonlari bo'ladi va katta ehtimol bilan kelajakda mana bu urush yo'q bo'lib, asosan dronlar bilan urushishi mumkin. Oxir oqibat dronlar bilan urushishi mumkin. Oxir oqibat. Keyin mana bu Xitoy kompaniyalari, Yaponiya, Koreys kompaniyalari hozir Bekzod odamsimon Android tipidagi nimalar chiqaryapti. Endi Pexota deydi. Piyoda askarlar. Shular ham harbiylashgan bu keyingi urushlar bir yana 15-20 yildan keyin odam ishtirok etmaydigan, odamlar 20 kilometr nariyoqda bir bunkerlarda o'tirib shularni boshqaradigan bular hozir xizmat, gastitsalarda xizmat qilyapti. Bular ham mana Amerikadagi ayrim laboratoriyalar YouTube'da bor, tomoshabinlar xohlasa ko'rsin. Bularni mana fightinglari ham bor. Mushtlashishi ham mumkin ekan. Qurollardan foydalanib otyapti. Ertaga urushlar shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Va kimning shu sohada, robototexnikada, dron texnologiyalarida, injeneringda ustunligi bo'lsa, o'sha harbiy qudrat bo'ladi endi. Mana shu 21-asr urushlarning butun haligi shakl shamoilini mutlaqo o'zgartiryapti. Xuddi shunday ustoz, robot itlarni ham biz jang maydonida ko'rdik Ukraina urushida. Albatta bu mavzuda suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bu tank mavzusi menimcha yakunlandi. Albatta xuddi mana shu tanklarning muammolari boshqa brend texnikalarda ham bor, zirhli mashinalarda ham bor. Yana bitta alohida kurs o'qilamiz. Zamonaviy tanklar, ya'ni o'sha Altay bir Turkiyadan ishlab chiqargan, bu yil 2025-yil endi yangi modifikatsiyasi chiqadi. 3 ta dona juda katta anaqalari bor, ustunligingiz, harbiy salohiyatga ega, texnologik совершенство. O'sha Leopardni ham, Abrahamning yangi pokoleniyasi chiqar ekan bu yil. Shularni to'g'risida ma'lumot berardik. Zamonaviy texnologiyalari, искусственный intellekt bilan birga ishlashi. Zirhli mashinalar haqida ham bir ko'rsatib o'tsak bo'ladi. BTRlar va BMPlar, chunki ularni ham jang maydonida o'zlarining bajaradigan funksiyalari bor, tanklardan farqli. Ayniqsa o'zbek ishlab chiqaruvchisi ham bor, bilasiz. O'zbekiston ham 2 dona, demak mana shu BTRlarni taqdim qildi va umuman texnik xarakteristikalari juda ham yomon emas. Demak ustoz, albatta keyingi ko'rsatuvlarimizni izohlar qismida muxlislarimizning so'roviga muvofiq amalga oshiramiz. Bugungi ko'rsatuv uchun rahmat, tahlil qilgan uchun rahmat. Yana bitta qo'shimcha, muxlislar tag'in yana bizani ikkita shogirdni ma'lumot qo'yib, chetga o'tirg'izib qo'yishdi ustozlarni. O'ziga xohlashdi, o'ziga lekin shu infani biz o'rtaga o'tirib etinglar desa, yo'q, bizga shu qulay deyishdi. Shu narsa ayb kelib yurmaysizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Video yoqimsa like boshlab. Rahmat. Rahmat.